Qandaroq ustam ma qanchalik mashina setib to'q, mana hamiyat tizim qo'yibdi ha. Bu sempeni qanday tarbiyaladik deyman. Bu sarraf qaz qamlash. Oy. Ashildan bu nima qilyapsiz deymada? Nima qilasak? Emas, bizning sarrafninki ustoz bilan paranglashyotiman. Ustoz hozir iliq setilgan yillik mashina xulosamini chiqarib yezibdi ekan mana. Sempen bitirib shunda pej hisoblaydi ekan men yezib. Şuna sempenning aylık hisobatda to'g'ri chiqmaychi, bizning sarrafniki. Shuna ustamga datim hozir. Desam hozir daftar qaylab, men sarrafning xato qayaldirman, men sizni ko'rsatib deb ko'rsatyapti. Sizlarcha vallahi men sarrafda yaxshi tarbiyalasam ishlami ya? Ustamga deyla. Ustam bayatdan burmush gap qildi, hozir shu boshdan daftarni baraklatida qaysanglar. Sami ya? Unda siz ishingiz qilaverang, men hisob chiqara olayman. Aqayli ko'rishlar qo'sh. Ajda qilamdi bundan sonra, lekin Ay to'g'ri aslında deganimiz. Lekin ba'zi yerlarni toza ibrat qilmabdi-sha.